Assalomu alaykum Qo'chqor aka. Ha, Yaxshimisiz? ke. Tuzumsan? Kim bunaqa qildi sizni? Qo'lga nima qildi? Kelnayim qanday? Keyin ketib qolgan. Xotin Jafo, Olimtoy, Jafo. Kim bunaqa qildi sizni? Bog'lab qo'yishibdimi? Kim bo'lardi? Bunaqangi bema'ni ishlar faqat bizning xotinning qo'lidan keladi-da. Sir bo'lmasa nimaga bunaqa qildilar? Surishtirib nima qilasiz, Olimtoy? Oldin qo'lni yeching. U inamni Chuqurg'ondan ko'rdim kechadan beri. Hozir. Orqada la'nati pastgacha. Qo'chqor aka bir sodda odamsiz siz ham. To'xtang, shoshmang. Bu arqon o'lguram yomon qattiq aytadi. Tuzumsan? Yaxshi. Bu qishlog'imizni havosi juda bir toza-da. Qo'chqor aka, qishlog'imiz tinchmi? O'zgarishlar yo'qmi? Ha, tinch yuribmiz, Xudoga shukr. Ha, yaxshi. Biram sodda siz Qo'chqor aka. Aytgancha. Bu farzandlardan 7 tamidi? Ha, qolgani shu. 5 tasi peshonaga sig'magan-ku. Ha, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ke. Chiq. Ey, qishloq mazada. Nimasini aytasan? Odam o'zingizni bog'ingizdanmi? Ha, shunday. Keyin yaxshi qovuradilar-da. Yaqinda oilani planlashtirish degan gap chiqib turibdi. Nimalashtirish? Planlashtirish. Buni ma'nosi shuki, yaxshi yashash uchun farzandlarni 2 3 dan ko'paytirmaslik kerak. Xudo berib turgandan keyin sen nima qila olarding, uka? Xavotir olmang, Xudo bermaydigan qilib berishadi. Bu tushunmagandan keyin so'raveramizda, uka. So'rang. Bu xotinlarimizni nimadir qilishadimi yoki o'zimizni haqda qilishadimi? Qo'chqor aka, bir ham sodda siz. Qanaqa haqda, qanaqa xotinlarni bir balo qilish? Planlashtirishning ma'nosi juda yaxshi. Mana shu siz va sizga o'xshagan odamlarni, insonlarni yaxshi yashash uchun bola chaqa deb umri o'tib ketmasin deyishadi-da ular ham. Shu tagidagi ma'no yaxshi ekan-ku, lekin borib bosh qo'ylardan farqimiz qolmaydimi deb qo'rqaman-da, uka. Qaysi qo'ylar Qo'chqor aka? Shu bilsang, bir sijikimi, pijikimi degan bir bola chiqdi. Ha, esimda. Qo'ylarni suvni urchitadigan. Bilsang aka. Ha. Shu olimlarimizga ham tan bermayman-da. Nimaga ekan? Shu bir qarasang qo'ylarga ko'p tug'diydi. Bir qarasang odamlarga kam tug'diydi. Bu nimasi, uka?